balki bu videodan keyin krutiyashi moment, ya'ni Newton metr nima ekanligi va uning afzalliklarini bilib olishingiz mumkin. Oddiy va sodda qilib aytadigan bo'lsak, ot kuchi avtomobilning qo'zg'alishiga, ya'ni uning tezligiga yordam beradi. Newton metr esa avtomobilning og'ir yuk ko'tarishi yoki og'ir yukni buksirovka qilishiga juda katta xizmat qiladi. Bahaybat bo'lgan pikaplarning modelidan kelib chiqqan holatda kamida 606, ahamiyat bering, turbinli dizelli dvigatel bo'ladi. V shaklidagi 8 silindrga va yana kamida 430 ot kuchidan 500 gacha bo'lishi mumkin. Va mavzuyimizga eng keraklisi esa Newton metri 1150 dan 1600 gacha bo'lishi mumkin. Tasavvur qilib ko'ring. Gentra'da 141 Newton metr bo'ladi. Va xulosada 20 tonnaga yaqin yukni o'zi bilan tortishi ham mumkin. Albatta, pritsepning turidan kelib chiqqan holatda yuk ko'tarish quvvati esa o'rtacha 4 tonna atrofida bo'ladi. Ahamiyat bering, bu joyda asosiy rolni ot kuchi emas, balki Newton metr egallaydi va uning sababi bilan dvigatel o'ziga kelayotgan juda katta bosimni yengillik bilan qabul qiladi. Yana bir ko'pchilikning adashadigan joyi, katta dvigatel katta xarajat deb tasavvur qilishadi. Eng kamida 13 litrdan siz taqdim qilayotgan bosimingiz yoki yukning og'irligidan kelib chiqqan holatda 35 litrdan 45 litrgacha yo'l notekis bo'lsa 60 litrgacha xarajat qilishi mumkin. Endi o'zimda ham savol bor sizlarga. Gentra nimani hisobiga katta xarajat qiladi? Albatta, bu pikaplarning rasmlari, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari qiziq bo'lsa, eksklyuzivni o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Profilning yuqori qismida havola mavjuddir.